Xo'p, mana bu esa ikkinchi nasos stansiyamizni eski holat ko'rinishi. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu mana shu hozir turgan joyimiz mana shu qiydala bo'lgan, mana ochiqliq. Yaxshilab rasmlarga e'tibor bering, hurmatli kuzatib boruvchi. Mana ko'rsangiz bo'ladi, ochiqliq, dash. Hech qanaqangi bir giyoh yo'q. Mana bu, mana hozir mana shu biz turgan joyimiz. Mana yaxshilab e'tibor bering. Hozir men bir narsani ko'rsatib o'taman. Mana shu bizni hozir turgan joyimiz. Hech qanday bino yo'q. Hech qanday sharoit yo'q. Mana shu bizni ushbu nasos stansiyasini davlat xususiy sherikchilikka olgan paytimizdagi rasm. Endi hozir men sizga ko'rsataman bir narsani. Siz hozir rasmga yaxshilab e'tibor berib olingda va men ko'rsatgan narsaga e'tibor berishingizni so'rayman. Mana bu hozir siz ko'rib turgan joy mana. Boyagi rasm bilan mana endi solishtiring mana. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Mana archalar ekilgan, alohida darvozalar o'rnatilgan. Mana endi ko'rsangiz bo'ladi mana. Kirish mumkin emas deb mana ofis qilingan. O'zimizga alohida ofis, qo'riqxona qilingan. Mana ko'chalarning tagida polni shu daraxtlarni biz o'zimiz ekkanmiz va mana bu temirchalarni ko'rsangiz bo'ladi. Bu temirchalar mana shu joyga banner yopishtiramiz. Suv haqida har xil maqollar, suvni isrof qilish, qilmaslik to'g'risidagi maqollar, har xil mana ko'rsangiz bo'ladi. Mana polni shunaqangi banner yopishtiriladigan joy qilib chiqilgan, mana ko'rsangiz bo'ladi. Mana ko'ring. Mana. Hozir men sizni ichkarini ko'rsataman. To'liq ichkari bilan obzor qilamiz hozir. Mana bu ichkaridagi ko'rinish mana bu. Mana quyosh panellari bilan jihozlaganmiz, mana ko'rsangiz bo'ladi mana. Mana. Bu ichki ko'rinish bu. Ushbu nasos stansiyamizga jami 120 kilovatdan ortiq quyosh paneli o'rnatganmiz mana. Ushbu quyosh paneldan biz o'zimiz iste'molimizga ham foydalanamiz va davlatga ham bu narsani sotamiz mana. Ko'rsangiz bo'ladi mana. Polni ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari hozir men tom qismlarini ko'rsataman. Xo'p, mana bu tom qismlarimiz mana. Polni to'liq quyosh paneli bilan jihozlaganmiz. Bu mana огород qismlari, mana ko'rsangiz bo'ladi. Keyin hurmatli kuzatib boruvchilar, hozir siz tashqari holatni e'tibor bilan ko'rishingizni iltimos qilaman. Mana hozir binoni ko'ring. Men sizga hozir eski holatni ko'rsataman. Bundan tashqari yana hozir siz ko'rib olishingizni iltimos qilaman. Hozir sizga men eski holatni bir ko'rsatib o'taman. Mana hurmatli kuzatuvchilar, mana shu holat hozir mana shu nasos stansiyamizning eski holati. Mana yaxshilab ko'rsangiz bo'ladi mana. Nihoyatda juda ham achinarli holatda bo'lgan. Pashti 40 yil, 50 yil mana qarang, oilalarga salafan tutib qo'yilgan. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham achinarli holat bo'lgan mana, qarasangiz bo'ladi. Umuman bu yerda ishlashi va inson bu yerda smenada turish